Assalomu alaykum. Hozir mana xelatniy mis qo'lim turibdi. Ya'ni o'simliklar uchun tez ta'sir qiladigan mislardan bittasi va zarari kamroq. Biza ushbu misni hozir Pink Lady olma daraxtiga sepamiz. Sepishimizdan maqsad o'zingizlar bilasizlar, Pink Lady olma daraxti korxona nomini ko'rsatmaymiz. Mana mikroelement mis edeti. Reklama emas, hech qanaqasiga, faqat noto'g'ri tushunib qolmaysizlar. Demak, buni ko'rsatishimizdan asosiy maqsad bu mis holatini ham ko'rsatamiz hozir. Tayyorlash jarayonlari bu toza organika. Buni ishlatishimizdan maqsad aynan shu misni Pink Lady umuman yashil o'zligiga ma'lum. Hozir kuz oyi juda ham issiq kelyapti va biza kutgan salqinliklar, biza kutgan sovuqliklar haligacha kelmadi. Shu maqsadda biza yashil turgan daraxtlarning hammasiga bargini o'zimiz tabiiy ravishda tushirishga yordam beryapmiz. Chunki bunga asosiy sabab qilib shu 23-yildagi qattiq anomal sovuq birdaniga daraxtlarni qattiq stressga tushirdi, sovuq urib ketdi, gul kurtaklarini ancha qiyin bo'ldi. 24-yilni boshi hosildorlik ancha kamayib ketdi bog'dorchilikda. Shuning uchun, ya'ni bunga asosiy sabab nima qilishimizga, ya'ni uxlamagan daraxt bilasizlar, uyg'oq bo'ladi, ichida so'kki suvi bo'ladi. Kurtalarning ichida bargini tashlashini hisobiga uxlash jarayoni tezlashadi. Va bu uxlashni tezlashtirish maqsadida buni oddiy qilib tushuntiraman, ya'ni shu mis solishimizdan maqsad tezroq daraxtlarimizni uxlatish. Ya'ni yashil massadagi hamma daraxtlarni biz uxlatishimiz kerak. Shunda xudo xolasa yaxshi effekt beradi. Hozir bog'bonlar uchun bu ajoyib yangi layfhak. Mana men ko'rib turgan daraxtliklar apparatlar shtangil paxta g'alla uchun, sabzavotlar uchun ishlatiladigan. Biz bu narsani bog' uchun ham ishlashini ko'rsatib beramiz xudo xolasa. Nasib qilsa ko'rasizlar. Endi bu dozalarni aytib ketaman. Demak, aynan mana shu misni biza 1 tonna suvga 10 kilogacha qo'shamiz. Bu yerda bemalol hozir 600 litrlik bochkaga 6 kilogacha qo'shishimiz mumkin. Bu zararsiz, baglarini xudo xolasa 10 kun, 12 kun uzoq to'kadi. Ya'ni qishga tayyorlab boramiz daraxtlarimizni biza. Shuning uchun kuzatib turasizlar, xudo xolasa sepish jarayonlarini, bog'dagi Pink Lady olmalarning holatini ham ko'rsatamiz.